Assalomu alaykum hurmatli kanal obunachilari. Bugungi sizlarga o'rgatmoqchi bo'lgan programmamiz haqida gaplashamiz. Boshqa telefonga ulanish haqida. Bu boshqa telefonga ulanish haqida programmamiz bilan marketga kiramiz. Va bu joydan biz qidiruv degan joyga kelib turib, mana bu joyga AnyDesk deb yozamiz buni. AnyDesk degan programma bor. Bu telefondan, xohlasangiz telefondan boshqa telefonlarga yoki kompyuterdan ham o'zingizning mobil smartfoningizga bog'lab qo'yib, undan foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Shuni sizlarga tushuntirib aytmoqchi edim. Keyin bu AnyDesk degan programmani ichiga kirsangiz, mana batafsil tushuntiray sizga. Mana bu yerda 16 22 733 074 degan kod beryapti. Mana shu kodni boshqa telefonda ham beradi. O'sha ana shu kodni mana shu enter remote address degan joyga kiritsangiz, keyin undan ruxsat bersa, uni telefonga kirishda, demak, o'shani ekranini boshqarishingiz mumkin bo'ladi, mana telefonni ham. Mana bu yerda o'zining settinglari bor, downloadlar bor, shularni ko'rib, agar bir narsa o'xshamay qolsa, accesslarda hamma narsasini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Shu yerda paydo bo'ladi pastida. Kompyuterga ham, telefonga ham bog'lab bemalol ishlatishingiz mumkin bo'ladi. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.